Barchaga assalomu alaykum. Bugungi ishimiz ham vannaga kafil terish haqida bo'ladi. Devorlarni mana bu ishimiz, devorlar terib bo'lganmiz. Bu yerda biz sherikda ishlagan, devordan bo'lmaganman, shuning uchun devor video qilmadim. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, o'rgatmoqchi bo'lganim dushovoy poddonni yasalashni o'rgataman. Bu yerda atableniya trubasi o'tgan. O'shani ham bardyorcha hisobiga qo'shib yuboramiz. 4 chil bo'ladi. Tram qo'yilgan 60lik. Bunga ozgina steshga qo'yilgan, bir 4-5 sm ko'tarilgan. Chunki tramning tagida kanalizatsiyasi bor, o'sha hisobiga ko'tarilgan. Keyin bardyorlar 6 sm 90 ga bir 20 qilingan. Shu bu yerga oyna qo'yiladi, shu kabina bo'ladi. Bu tarafiga bitta g'ish pishgan g'ish qo'yilgan mana 6 sm. Buni chekkalarini 45 gradus qilib kestiramiz. Tagiga steshga qo'yilgan, steshga urgandan keyin mana bu gidroizolyatsiya oq. O'sha обязательно qilinishi kerak. Gidroizolyatsiya qilingan. Hozir bu yerga endi kafirlar ozgina narigi tomonga borib 2-1,5 sm uklon bo'ladi trampga. Jo'ra kabina. Shuni kesib mana shuni tayyorlaymiz. Uchilar. Qilish shu uklon bo'lishi kerak. Chekatlarda 45 gradusda kesiladi. Ugllar, bo'shaklar. Keyin bu yerda ozgina olib ketib o'shani bo'lishi kerak. Biz ishimiz mana to'g'rimi bo'lsin. Teshikchalar tushirilgan. Hammasi. Ulanlari. Joyi. Bu qaranglar, batareyani o'rtaga qo'yib ketishgan. Shunaqa, demak, ishni boshlaymiz. O'lcham olib, kafil kesib, teshib hammasi. Mana hozir bu yerga ketadigan kafillarni o'lchamlarini olamiz. Joyimiz tayyor. O'lcham kafil tayyorlashimiz. Balandligini lazer yoqib bir xil qilib qo'yiladi. Lazer yoqib qo'yiladi. Kafillar kesgan. Hammasi o'lchovga eslash ketmasligi uchun qog'oz yozib qo'yish kerak. Bizda kafil kesadigan apparatimiz bor. Bunaqa 60 sm gacha kesadi. Biladiganlar bo'lsa. Bu kafil o'lchaymiz. Bu yerdan kerakli o'lchash katta kafillarga mana bu ariqchasini o'sha o'lchamga qo'yib, mana bu balonchalar kafil chekkasidan yuradi. Bu borkilar kesiladi. Shu yordamida kesamiz. Bu chiziq chizib beradi. Keyin mana bu apparat bilan kesamiz. Ilgari menda yaxshi kafil kesadigan apparat bu kattasini O'zbekistonga olib ketganman. Yana olib ketishga bo'lmadi, shuning uchun juda arzonroq, yengilroq variantini sotib oldim. Kafillarni kesib, bo'lib, uchqini uchqirlaymiz, ya'ni 45 gradusda uglni ketamiz. Mana hozir shu jarayon ketyapti tashqarida. Ko'ringlar. Shunaqa qilib kafilni hamma o'lchamlarni kesib tayyorlab olib, kley tayyorlaymiz. Kleyimizni ko'rsataylik. C3000. Bu har qanday suvga chidamligi bor. 1000ligi bor, 2000ligi bor, 3000ligi bor. Bundan siz yordamida taqirga kleyimiz tayyor. Kley tayyorlashlarini ilgari videolarda ko'rsatganman. Bilganlar bo'lsa, bilmaganlar bo'lsa o'tib ko'ringlar. Oson kley tayyorlash tartibi, usuli. Kleyli narsalarni aytib o'tganman. Keyin o'zimdan ikkita o'lcham kesib berishdi menga. Bu yonlardagi bokovoylarniki hozir buni yopishtiramiz. Xo'sh, yaxshi ko'ryapmanmi? Kleyimiz olib kelamiz. Yon bokovoyimiz. Ko'rsatamiz. 45 gradusda çekilir.
Esdan chiqmasligi, har qanday joyda, har qanday holatda qanday kelishda biza toplangan klayni turka olish kerak aniqlab. Shularga o'sha sabab aytganlar, hammasini. Shunaqa qilib klay yaxshi yopishiga, yaxshi yopishar bo'lyapti. Kimga qanaqa shifati qulay bo'lsa, o'shanga shakarni amaliyotga o'rganib olib bo'lyapti buni. Ya'ni oddiy katta shifat ishlatadi. Ana ular. Tarovlar bunday. Bunda ikkalasi ham bor. Shuning uchun buni ishlatamiz. Afon. Bular endi kerak emas. Buni qaraydi. Voy, voy. Voy, otayotgan kalla. So'qni qilgan ay video. Shuncha qilganishim. 3, 4, 6 ha yo'qyapti. Bu ingichka juda xavfli bo'ladi, pastli bo'ladi. Bunga ham o'zini surtib oladi. Bitta shu yerda o'tgan galgi videoda savol bo'lgani sana aytadilar. Polga uklon bo'lmaydi. Polga chiqaradi, hech tomonda natija o'zgarib ketadi. Oldirmaydi. Tekst qo'yiladi pol. Chunki bu yerda par nima deydi? O'zimizni qishloqdagi balyadek balya bo'lmaydi. Qishloqda aytganda, bu sho'rlik kabina bo'ladi. Budan umuman qo'rqmaydi. Misol, ratina kirmoqchi qo'lashmadi. Shuning uchun bu yerda tekst qo'yiladi. Polga qo'rqmaydi. O'zimizda bir tomonga qo'llanib bitta trap qo'yadi, yo'lga oqlagan joyda taqiga to'g'ri olib, yo'lga YouTube'ni yo'lga qo'yadi. Uni bir to'g'ri olib ular. Bu yerlarda bunaqa emas. Shuning uchun pol uklon qilinmaydi. Uklon qilinadigan joy faqat mana shu joyda. Anchagina og'ir bo'lib ketdi. Har kimning o'zini har xil usuli bor, ya'ni kimdir ichini o'rib terib oladi tekstini, kimdir chekadagi barni o'rib terib oladi. Nega chekab terib olgan aqllar? Menda shunaqa usul. Telefon ringlayapti. İki tavuğunu yakınca şunu yapacağız.
Kafil terish nafaqat jismoniy, aqliy mehnatni talab qiladi. Chunki hisob-kitob shunaqangi olish kerak. Hisob-kitob. Qirqdan kafillar boshqa joyga tushishligi, ba'zilarcha hisob chiqmasdan tushishligi kerak. O'tirishlaringiz o'zgacha olim. Harom qolgan ko'rib odam. Anlayana turgan. Ular turgan video o'tdi. Tepadan yetarli nima o'xshaydi? Asosiy turgan. Yaxshiliklar yog'sin yuradi. Gul ko'payib ketdi. Hadi. Stolar bu beteri diye. Baş. Şey bana da oynattı ya. Basın çıktı bu. Ve bölgelerinde taze hale geldi. Sıvabı kılıyor. Patraf olsun tutup oluyor. Taşını o patraf olsun. Bugün sen bu akşam sezonunda bazı kesmeler dedim ki eğlenmiştiriz. O mekikte o muydu? Skor baba. Vardı ama. Skorlu, o ahırda, ağzın skorlu. İyi, o koyuyorsun. Sıra şey bu. Tasa bağlı. 8 yaş var. Sokakta. Tabii. Bir de yaşımız orada. İşte. Ya şuna basayım bu tura. Hoş geldin. Happy birthday to you. No, dance. Video dance. Tamam kısa degan qaranglar. Belli. 80 dedi. Yok, kınav getiriyorum koygan için var. Eng qizig'i bu usta sheriklar zo'r qilgan. Mana bu tomon serli kafiyat 1.20lik. Işte bu tomoniga 1.20lik bosilgan. Yana usta bor ekan. Çok iyi. Necha bu usta? 40-50 bor o. Aslida buni 1.20lik kafiyat bilan o'tib ketish kerakda. Bu tomon usta tushish kerak. Hop, bu tomon shunaqa. Dishga tutun, yana bitta tutun, yo'q. Çok iyi. İlgisi olabilecek dedi. Ha. Lekin to'g'ri bu ham hisob-kitob qilingan, chunki agar bu tomonga o'tkazsa hamma kafil kesilishi kerak. Bu yerda ikkita kafil kesilgan. Chiroyli ko'rinadi. Ha. Hisob-kitobga to'g'ri olish kerak. İşimizga baraka bersin. Telefon olishimiz kerak. Ha, ishlar bo'lsin. Hol, sovuq yo'q, hali nima qilish kerak, tartib kerak. Aslida hamcha balandga qo'ygan deyman. Ha, bu şeyde.
Mana. Buni shu hol tugatdi buni. Narxi nechmi? Narxi. Puli. Shuni aytib qo'yadi. Qo'lim kesib. Shunaqasi bo'lib turadi. Mana bu chekasi burchak uch qir qilib o'tkirlangan ekan. O'sha zo'rga. Achitiraman deya tayyor. Yani usulcan bizde bo'ldi. Tozalash kerak. Ana bu narsa atal qo'yilish kerak, orasi ochiq uslub. Zatirka qilganda ichkariga kirish kerak hozir. Ana shu mana bu yerdagi temiri mana buni ham qo'yib yuboramiz.
Mana shunaqa joy podgonni tayyor bo'ldi. Video shu yergacha edi. Video yoqmasa like bosinglar, keyingi ish nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qo'yinglar. Har qanday ishni noldan o'rgataman iloji boricha. Bo'ldi. Hay. Joyim ancha ko'rganimni maslahat qilib qo'yish kerak. Mana shuni deyadi. Bitta daftar yaqin, bitta qo'lga shu yaqin.